Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari, aziz mana obunachilarim. Charchamadinglarmi? Tuzimsizlar. Mana o'g'lim ham yerda kulib yuribdi. Mana shu video boshlashimdan mana shu kulishni boshlaydi. Qalaysizlar? Charchamadinglarmi? Tuzimsizlar. Xo'p, bugun sizlar bilan qiladigan obzorimiz, video obzorimiz paxta terish jarayoni bo'ladi. Paxta terish. Xo'p. Hozir hammasini ko'rib boraverasizlar. Paxtaga chaqirib qolishdi, o'sha yerga boramiz hozir. Mana ketdik bo'lmasam. Mana kelib oldik. Paxtazorga kelib oldik. Paxta terish deganimda qanaqa bo'ladi? Mana paxtalarimiz. Mana ular. Hop. Hop. Paxtalar. Katakka ko'chiryaptik mana. Yangi yasagan katagimga xudo xolasa birma-bir ko'chirib chiqyaptik hozir mana. Qafaslarga solib iloji boricha stressga tushirmasdan sekin qafasga olamiz. Xudo xolasa bular 36 kunlik bo'ldi. Bu bedanalarimiz 36 kunlik bo'ldi. Inshaalloh yana 10 kundan keyin tuxum qo'yishni boshlashadi. Primoylarimda ko'rgan mana aka-ukalarim, opa-singillarimiz mana bu yoqda o'sha partiya boshida olib qo'yganim, moskovskiylarni aralashib ketgan deganim. Xudo xolasa bu yoqqa oldik mana. Xudo xolasa mana birinchi etajini bitirdim. To'la bo'ldi. Mana etajga hozir yana solamiz. 15 ta dona keyingi etaj, shunaqa etap ketaveramiz. Xo'p, sizlardan so'rab qoladiganimiz like, podpiska, komment banglatib qo'yinglar. Bu yoqqa ketdik. Tomosha qilib boraverasizlar mana xudo xolasa. Bundan oldin biz ularni qafasga solib olamiz. Mana bunaqa ko'chma qafasimiz bor. Mana shunga olamiz. Buni tagida smokin bor, uni ham ko'rsatib o'taman hozir. Smokinlar dahshat bor-ku. Zo'r bo'libdi, udarlari bo'libdi. Xo'p, Tojikistondan kelgan G'iyos akamizga berib yubordik. Assalomu alaykum G'iyos akamga ham. Tojikistondan Zafar aka, Baxtiyor aka, G'iyos aka salomat bo'linglar. Qolgan obunachilarimiz, shogirdlarimiz, Namangandan Umid opa sizga ham salom. Xo'p, bu yog'ini olamiz, hozir ko'rishib boraveramiz xudo xolasa. Iloji boricha stressga solmasdan olish kerak buni. Stressga solmaslik qanaqa bo'ladi? Qattiq siqmasdan, oyog'idan mamnun ushlab olmasdan, hamda qilmasdan. Negaki bular tuxumga yaqin o'sha. Bo'lmasa tuxum kechikib ketadi, xo'rozini ushlab olmayman. Mana aniq qinig'ini ko'ramiz. Ha, to'shni xo'roz ekan mana. Hop. Hop, davom etamiz. Bu yog'iga shu katagida mana bu kataklarim bitguncha ancha kech qoldi, o'shaning uchun yoqqa ko'chirishim kech bo'ldi. Shuning uchun kechroq ko'chiryaptik. Bedanali lekin zo'r udar bo'libdi, borib. Anchadan beri qo'limga ushlamagandim. Ushlasam plotkin turibdi. Baqvat so'yib olsa ham bo'laveradi 36 kunda. O'ligi bori 200 gramdan qiladi. O'ligi 200 gramdan chiqib ketaveradi. Bu o'sha o'g'lim aralashtirib yuborgan moskovskiylar. Bularni nima deydi? Sota olmadim. Negaki moskovskiy aralashib ketganiga. Xo'rozlari sal shum bo'ladi. Eng oxirida ko'proq xo'rozni tutiladi. Negaki bu yoqqa qochib, sal odamni qiynaydi. Bu ham fizaryadga bo'ladi.
Mana bu etajimizni tugatib oldik. Mana bu etajda bor edi. Bu etajni tugatdik. Svetini o'chiramiz. Keyin bu etajga o'tamiz. Bu etajda ham smokinlarni ajratib, keyin joylaymiz. Hozir bularni yoqib olamiz. Yoqib olamiz hozir. Tak. Bu yoqda 20 ta solgandim, yana 15 ta solishim kerak. 35 tadan sovyapman. Har bir etajni 2 ga bo'lganman mana. 2 metr, eni 50, o'rtasidan 1 metr qilib bo'lganman har birini. Mana har birini o'rtasidan bo'lib chiqqanman. Bularda ham xuddi shunaqa mana bo'lib turiladi mana. Bo'lingan. Bularni ham hozir sortirovka qilishim kerak. Hozir nima deydi? Mana bu yerda xo'rozlar, Turetskiy smokinni xo'rozlari pastda makiyollar tuxumga kirgan mana. O'tgan safar primoylarimni ko'rgan bo'lsanglar, mana tuxumga kirib, uje ancha ko'payib qoldi. Hali kechgacha ancha tug'adi. Xo'p. Mana bu smokinlarim ham tuxumga kirgan mana. Nishonalarini berib, uje sekin ko'payishyapti. Mana tuxumlari. Mana bu yoqda ham. Endi xudo xolasa bular kirib olsa, keyin maza qo'raveramiz. Ungacha sizlar ko'rib, maza qilib miyani masaj oldirib turinglar. Xudo xolasa bu yog'iga men sizlarga ko'rsatib boraveraman. Kerak bo'lsa har hafta 2 tadan video chiqarib boraveraman. Inshaalloh. Xo'p, davom etamiz. Telefonni endi o'g'lim ketib qoldi. Masxara qilib ketib qoldi. Telefon qo'yishga joy topib qolayman sizlarga. Voy jonim. Xo'sh. Bu yoqda 20 ta bo'lgandi. 20 ta, yana 15 ta solishim kerak bo'ladi. 15 tani hozir joylashtiramiz. Sizlar bilan birgalikda. Mana shu yerga qo'yib olsam, mana shunday qo'yib olsam, tak. Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 va 15 bo'ldi. Bu yog'i bo'ldi. Bitta etajimiz bo'ldi. Endi yonidagi etajga o'tamiz. Bu yog'i ham 35 dona solamiz. Nima demoqchiman? Paxta terish shunaqa bo'ladi. Mana shapkalarni kiyib olib, mana chang bo'lmasin deb tayyorgarlik qilib oldim. Xudo xolasa, bu yog'iga yana bir 5 kun 10 kun ichida inshaalloh tuxum berib yuboradi. Bungacha yaxshilab yedirib, vitaminlarini berib yaxshi qilsak, yog' bang'illatib inkubatsionni tuxumlarni, iste'mol tuxumlarni. Endi bulardan hozircha 20 kun, 15 kun, 20 kun tuxumini ola olmayman-ku. Nu, undan keyin bosaveramiz gazini. Kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol jo'jasini chiqarib beraveramiz. Bu paytgacha ham chiqarganmiz, bundan oldin keyin ham chiqarganmiz, bundan keyin ham chiqaraveramiz. Zakazda kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu nomerlarga. Xo'p, nariga etajga o'tamiz endi. Tak. Orqadagi bedanalarni qaranglar. Masajmi? Baxtiyor aka. Miyani masaj qiling, Zafar aka. Mani endi ko'rib turgan kanalim mehmonlariga ham podpiska bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Foydali biznesdan o'rgatib boraveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa bulardan naslni olsak, go'shini ham chiqaraveramiz. Hozircha go'shimiz bor, yo'q emas. Kimga go'sht kerak bo'lsa, bedana go'sht kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Xohlasin svejiy qilib beraman. Xohlasin muzlaganidan. Sanoq esimdan chiqdi, tak. 6-8 ta, mana 10 ta bo'ladi. Endi ozgina ishlaymiz endi, mana shunaqa. Shular bizani ishlar mana shu g'amir bilan kunimiz o'tadi. Bizani videolar shunaqa o'tirib olib, jaydaricha
Bana qilib videolarni chiqaraveramiz. 14 ta bo'ldi. Bu bechoralarni anchasini kalamush yeb ketdi. Ozgina kalamushlar bilan jang qildik. Juda katta kalamushlar ekan. Kerak bo'lsa kuniga 5 talab, 6 talab yeb ketdi. Kallalarini uzib, oyoqlarini g'ajib, o'sha hozirgi olgan joyimdan setkadan kalamushlar yeb ketdi. Tutdik, jinoyatchilarni tutdik. Keraklicha jazosini olishdi. Mushugimga berdim. Mushugim amallab tashladi bittasini. Qolganini o'zimiz tarbiyalab qo'ydik. Xudoga shukr, endi menimcha qolmadi deb o'ylayman, xudo xolasa. Bu tuxumlariga ham hujum qilishni boshlagandi kalamushlar. Deta bir 10 tachasini yeb ketyapti. Ayni o'sha moskovskiylarning tuxumini, naryoqdan nimanikini, mesniylarning tuxumini yeb ketyapti. O'shanga xudo xolasa yo'q qildim deb o'ylayman. Xo'p, 20 ta bo'ldi. 22 ta bo'ldi. 24. 26. Ay, sana chiqin qiynamotdi. 28. 30. 2 ta. 3 ta bo'ldi. Yana 5 ta qo'shsak, xudo xolasa bu kapagimiz ham to'ladi. Ana xo'rozlar o'zi sayrab qolib, sayrashni boshlashibdi. Hop, buni yopib turamiz endi. Krishkasini. Ana nima deymiz endi? Xudo xolasa yog'iga Alloh barakasini bersin. Nima deydi? O'zidan o'zi ko'payib sizlarga foydali, ma'lumotli videolardan chiqarib turishni xohlab qolamiz. Voy. Bu svetga turyapman, svetni o'chirib qo'yaymi mana. Ana, endi yaxshi bo'ldi. Xo'p, mana bedanalarimiz oldingi partiyamiz tug'ib yotibdi mana. Bular shunaqa abitdan keyin boshlashadi. Tuxumga kirishni hamma qilib tuxumlab ketaveradi mana. Abitdan keyingi xudo xolasa deb boshlashgan. Ha, mana sizlarga deb olib qo'ygandim, mana shu ko'rsataman deb. Mana hamma qilib chaqib yeb ketyapti kalamush. Ko'rasizlar? Shunaqa chaqib yeb ketyapti. Buni endi po'stlog'ini bedanalarimizga berib yuboramiz, nima qilamiz? Shunday qilib. Xo'p. Hozir mana operatorimiz kelyapti. Bu yog'iga bemalol ana qilaveramiz. Kameramni o'girib olib ishlayveramiz. Mana operatorimiz kelib oldi. Shu idishlarimizni olamiz. Bularni keyin yaxshilab yuvib, tozalab, keyingi partiyaga tayyorlab qo'yamiz. Xudo xolasa kattaroq partiya qo'ymoqchimiz. Bir 10 ming, 15 ming ta tuxum qo'ymoqchimiz. Mana smokinlar. Eston bilan smokin. Bularni alohida so'yotman. Lekin bularni alohida solaman. Bunaqaga beli gigantlarni alohida solamiz. Xudo xolasa bizda yana 2 etaj, 4 ta xona bor. Shularni sig'dirishim kerak endi. Shularni sig'diramiz. Buni paxta terish deydi.
Xo'p, mana bu yog'iga operatorimiz kelib qoldi, xudo xolasa. Bu yog'iga mana smokinlarimizni alohida sog'itdik. Alohida qilib sog'ib bordik. Mana buni paxta terish deydi. Paxta terish jarayoni deydi buni. Alohida ovolamiz. Jonivorlarni mana ko'rasizlarmi? Udarlari. Qo'limdan tosh tushib ketay deydi beligiga. Aman semiribdi lekin ma'lum. Dahshat semiribdi. Haliyam biza bularga finish bermadik. Tug'dirtiradigan yem berganmiz. Agar finish berganimizda 350 gram bo'lib ketardi. 36 kunlik bedanalar. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bedana boqayotgan aka-ukalarimiz 36 kunlik bedanalar necha gramdan bo'lyapti? Endi bu yo'lga qo'limiz yetmaydi, shu sabab oyoq qo'yib olamiz. Hozir bo'lmasa biz bularni olamiz, joylab olamiz. Keyin yog'ini yana ko'rib boraverasizlar. Hozir pauza berib turamiz, joylashtirib olaylik. Keyin bitta chiroyli qilib ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, o'rtalarni joylab oldik. Xudo xolasa, har biri 35 emas, 37 tadan tushdi. O'tkazimizga ularni siplashdan o'sha Messi и Moskovskiy Belgiya bedanalarimiz, buyog'ini sartiropga qo'yib biroto'da. Turetskiy yapon mashhur. Buyog'ida angliskiy smoking bilan Eston. Mana yarimidan 1 metrdan buyog'i yapon mashhur Turetskiy. Buyog'i Eston angliskiy smoking bo'ldi. Buyog'ini joylab yubordik. Endi yana bir eksperiment qilyaptik. Chattishtirish bo'lyapti. Ya'niki qanaqa? Smoking bilan beligiga chatishtiryaptik hozir. Bitta katagimizni qilib qo'ydik mana. Qani ko'ramiz. Qanaqa bo'ladi? O'zi mana tuxumlarni berishni boshlagan. Bu yoqdagi smokinglarni yoqib o'tkazib tashladik. Smokingda bo'lib ketdi. Qolgan beligiga moskovskiylarimiz o'z o'rnida qoldi. Yog'iga xizmat don berish jarayonlarini ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa mana o'sha ikotani yemidan beramiz. Xo'sh. Mana yemimiz. Xudo xolasa qarashuvlarni aralashtirib qo'ydik. Endi mana misol uchun bitta krujkamizni olib topamiz. Endi bular biz uchun o'sha hammasi anaqada bo'lgan rejimi bor. Qatga qancha solish kerak, hammasini bilamiz. Rejimini bilib olganmiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa uzrimizni so'rab qolamiz. Biz oldin ham aytganmiz. Keyin ham aytamiz, hozir ham aytamiz. Biz bloger emasmiz, shunchaki ma'lumot berish uchun
Bedana boqayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bedana boqishyapti. Shu uchun qiynalmaslik uchun ma'lumot berib boramiz, video chiqarib. Xo'sh, yog'larimizni ham xuddi shunaqa. Xudo xolasa mana berib chiqamiz. Hammasi nazoratim ostida. Qo'rqmanglar. Hammasi nazoratim ostida. O'zini rejimi bor. Talashib yeydi. Donni shunaqa berish kerak. Talashib yeydigan qilib berish kerak. Rejimda ertalab kechqurun don yeydi. 35 gramdan yem beramiz. 35 gramdan yem yeydi bular. Xudo xolasa hozir mana yana bitta chelak solamiz. Qolgan ikkita nimamizga ketadi. Men aytayapman-ku, hammasi o'lchovi bor. Misol uchun parashogimizni ham olamiz. Endi shuncha yillik tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. Bu taroz kerak emas. Mana o'zim bilaman. Qatga qancha qo'shish kerakligini juda yaxshi bilaman. Mana chelakka shunday aralashtirib olamiz. Endi har kuni shu ishni qilib o'rganingizdan keyin yod bo'lib ketadi-da. Hammasi. Shu uchun nima deydi? Bizaga gram, taroz qilib yurishimiz shart emas, uchun naglas urib tashaveramiz. Endi yangi boshlayotgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz ularga kerak endi baribir boshlab olguncha shu yerda kam bo'lib qopti mana. Hop. Mana bular sekin asta berib chiqamiz. Bizani videolar shunaqa jaydar ekan. Buni akalarimiz, ukalarimiz hammalari yaxshi bilishadi. Yog'lari da bor ekan. Tak, men bularga beramiz. Endi bemalol yeyishadi. Ancha sortirovka qilib qo'ydik bularni. Sortirovkasini ancha joyiga keltirib qo'ydik. Bular o'zi avtomatik bes olgandan keyin kam yeyishga o'tib qolishadi. Atak yoshlik davrida ko'proq yerishga harakat qilasizlar. Iloji boricha karmoshkasida yem tursa yaxshi. Ya'ni bes olib tezroq tuxumga kirishga harakat qiladi. Endi bu yog'iga mana bularga rejim ketadi. Kamroq solib karmoshkaga o'rgatib olamiz. Janjalan qilib qo'yishadi buni. Bitta kurishga yetmay qoldi. Yog'iga o'z fikringizni kommentariyaga yozib ketaverasizlar. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, Telegramim bor. Mana shu nomerda, pastdagi nomerlarga tushuntirib boraveraman.
mana shunaqa qilib bosib boramiz. Nima deymiz? İşimiz xuddi shunaqa. Ertalab turamiz, donini beramiz. Kechqurun kelamiz, yana donini beramiz. Suvlari o'zi avtomatik tushib turaveradi. 2 kunda bir tegini tozalab qo'yamiz. Bo'ldi. Nima deydi? Dangasamizda dangasani ishi-da bu. Oddiy bir dangasani ishi. Lekin manfaatli, foydalari yaxshi. Xudoga shukr, shunchalik bo'lib yuribmiz. Hech bir nolimaymiz. Erta kech doniga, suviga 2 kunda bir, 3 kunda bir yoki cherizdan tagini tozalab qo'ysanglar, kunara mana shu tegini tozalab qo'yib, havolarini bahavo qilib, kechqurunga issiqroq qilib, misol endi hozir salqin tushib qoldi, bo'ladi. Mana shu havo yaxshi havo. Shunaqa ushlab tursanglar, bular sizga beminnat 10 oy, 11 oy tuxum beraveradi. Xudo xolasa. O'rtoqlar, nima deymiz? Buyog'iga bitta chiroyli like, podpiska, yangi ko'rib turgan mehmonlarimizga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'raymiz. Buyog'iga endi Xudo xolasa videolarni banglab chiqarib yuboramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Ro'zi Fazimjon bo'ldi.